Assalomu alaykum kanallarimiz hurmatli obunachilar, hurmatli do'stlar. Bugungi sotuvga chiqqan xonadonimiz Urganchda Gullan yo'lida Dash bozorga yaqin yerda izlayna bu yerda Dash bozor ko'rib turgansizlar. Shunga 70 chap tarafdan giriladi. Hurmatli vatandoshlar, Urganchdan kelishingizda bu yerda do'kondan o'tgandan keyin chapingizda ish paxsan tiyindan giriladi. Ichana bir 400-500 metrdan giriladi. Ko'pi bilan suv svet gazlari bor ekan, muammosiz gap turibdi. Transportdan ku muammosi yo'q. Yo'ldan transport ham o'tib turibdi. Gullanga ketadigan hamma transportlar bor. Yan atrofida hamma o'zlar bor. Hurmatli obunachilar, ajoyib mestada ekan. Suv svet gazlari VIP. Bu tarafimizga ketsangiz Dash bozor, bu yoqqa ketsangiz Anjirchi, keyin Gullanga ketadigan yo'limiz. Bu yoqimiz esa Urganchga ketadigan yo'l. Hurmatli vatandoshlar, narxi 550 million so'm aytilib turibdi. Ekranda mulkiyasini nomerini qo'yamiz. Prямо o'zlar bilan chiqib gaplashib olishlaringiz mumkin. Ichindagi narsalar ham qoldi ekansizlar. Video davomida ko'rsatib o'tamiz joyimizni, obzorni qilib. Mestas ham zo'r, ham joyimizni o'zi 750 kvadrat metr ekan. Plusuna 1200 kvadrat metr mallak yer ham bor. O'xshamasining narxi 550 million so'm qaytiladigan yer ham bor. Kelasizlar, ko'rasizlar, yoqadan bo'lsa mulkiyasi bilan o'zlari bilan savdolashib, kelishib olishlaringiz mumkin. Hurmatli vatandoshlar, qani ketdik, joyimiz bilan tanishib o'tamiz birgalikda. Hurmatli vatandoshlar, hovli joyimizga yetib keldik. Ishi hovli joyimiz yana ko'rib turganingizdek 750 kvadrat metrda joylashgan ekan, bog'i bilan birga. Yana plusuna 1200 kvadrat metr bo'lgan mallak yer ham bor. Hurmatli vatandoshlar, yonboshida yana pajorniy xotinam ega. Ko'rib turganingizdek ajoyib mestada. Yonboshlari bog', katta bog'larning ham ega. Ajoyib bir havoli yerda, toza havoli. Bu tarafimiz Gullan yo'li bo'ladi. Bu yonimizda esa Dash bozor joylashgan. Hurmatli vatandoshlar, yaqinlashtirib ko'rsatib o'tamiz. Gullan yo'li. Tarafimiz Dash bozor taraf. Mesta poложенияsi zo'r, hurmatli vatandoshlar. Suv, svet gazlari bor, muammosiz gap turibdi. Haldalari steshga qilingan, fasadlari suv oqarasida ham shipram qilingan. Inshaalloh shpoklubkadan chiqqan ekan. Hurmatli vatandoshlar, ekranda mulkiyasini ham nomerini qo'yamiz, o'zlari bilan chiqib gaplashib olishlaringiz mumkin. Orqa tarafimdagi mestasini ham ko'rsatib o'tamiz boshda. Bog'i, ogorodi katta qolgan. Shu yerdan shu o'dinlar yanacha bog' qismi. Yalla pindamitlar qilingan ko'rib bu yerda joyimizni ichine giriladi. Bu yerda xalosani bu yerdan bir xona solib, kuxnyani bu yana ko'chirsangiz ham bo'ladi ekan. Hurmatli vatandoshlar, o'xshi shunda 4 xonasini ega bo'ladi. Aynalar ham ko'cha tarafga qaragan, yonboshqa. Mesta poложенияsi zo'r. Yo'ldan bir 400-500 metr ichine giriladi. Dokumentdan muammosi yo'q. Aynalar ham korishniy, akfaramlardan berimiz yana dish chiqarib ketilgan. Ertaga buni mabodo tambor qilinsa, bexujiy zona qilish uchun sharoitlar qilib ketilgan. Ko'chayni vodoprodlar ham chiqqan ekan. Bismillah deb giramiz. Girgandan dalan qismi bo'ladi. Yana bir 5 metrlarcha bor. Buni uzinasi bir 7,5 chiqadi, hurmatli vatandoshlar. Chap tarafimiz birinchi zal qismi bo'ladi. Keyin o'ngda 2 spalnisi bor. Chapimiz 4da esa oshxona qilib qo'yganlar. Bu yerda rakovinalar ham qo'yilgan. Zalimizni ko'rsatib o'tsak, zalimiz enini 4 metrlar bor, uzinasi 6 metr razmerda. Rozetka antenna joylari ham bor. Televizor uchun patologlarimiz gipsakardin bilan chiroyli qilib figura qilganlar. Aynasi akfaramlardan. Plyonchlar ham o'rnatilgan, oyoq tiylari pol. Ajoyib joy, hurmatli vatandoshlar. Ko'rib turgansizlar, katta dalon. Yanımız koridorumuz. Koridorlar ham keng qolgan. Tarafda spalnisi. Spalnimiz 3.30 5.20 razmerda. Bu yerda pechlar ham qurilgan ekan. Divorning o'rtasida. Buni yoqsangiz, bir xona ham arqa xonani qizdiradi. Aynalari akfaramlaridan ko'rib turganingiz patologlar plastik bo'lgan ekan. Yonboshlarida bog'lar ham bor. Ajoyib toza havoli yer. Ko'p girmaysizlar yo'ldan, 400-500 metr girgandan keyin hovli joyimizga yetib kelasizlar. Bu tarafimizda esa oshxona qilib qo'yganlar. Buni xona qilsangizlar ham bo'ladi. Endi 4 metr, uzinasidan 5 metrlarcha chiqib boradi. Oyoq tiylari pol, patologlar plastik. Bu yerda gaz gap turibdi. Aynalar plastik olmagan, vodoprodlar ham yana nasos ham qo'yilgan. Tarafda yana bir xonasi.
Yine 320 var. Uzunası 520 razmede düşen. Aynası akfaramlarından. Şifakulüpkeden çıkan patologla plastik hürmetli vatandaşlar. Glavni mesası zor, acayip açık. Giyin yerde. Yani 750 kvadratmetre, pirusuna 1200 kvadratmetre mellek yer am benim. Bir yandan görünüşü, gördüğünüz gibi pandemiya takılangan. Birimizden yine pandemiya bolgan. Halasınız birden bir sizden ya götürüp aşkana bir yana çıkarsanız da boladı. Aşkana çıkarsanız opşi 4 xanasına ege boladı. Havlucayımız. Narxı 550 milyon so'm aytılıb turibdi. Üstünde gelişadan yeri var. İçinde görgemejleriniz kaladı. Hiç tamam kitilmeydi ekan. Plusuna yana 1200 kvadratmetre mellek yeri var. Sizlar shu vajdan e'tibor qilishingizni so'raymiz. Orientini aytib o'tsak, Gullar yo'li Dash bozorini, ya'ni hurmatli vatandoshlar, Dash bozoridan sal berrakında bir qavatli hovlijoy bilan tanishib o'tdik. Eğer kanallarımıza abone bo'lsa, abone bo'lib, like basıp, qo'llab-quvvatlab tursanızda sizlarga qo'ldan kelgancha arzon, ajoyib xonadonlarni taqdim qilib boramiz. Hammaga sog'lik, omonlik tilimiz. Keyingi roliklarda görüşünce xayrlab qolamiz.